Saadet Partiyasi Yevropa şöbesini ziyaret qildi. 2020-yılı 17 yanvar Saadet Partiyasi Yevropa Düsseldorf rayonluq raisi Odam Demir boshchiligidagi bir hay'at Sharq Turkiston uchur va madaniyat markazini ziyorat qildi. Suhbat jarayonida Sharq Turkiston uchur va madaniyat markazining raisi Abdujalil Qarqosh bilan ziyoratchilardan Ömer Kurt, Abdullah Haqqi Chalik va Odam Demir apandilar Sharq Turkiston vaziyati, Turkiyadagi yetim bolalar, Uyg'ur musofirlar masalasi va muhojiratdagi Uyg'urlarning masalalari haqida muzokara etdi. Abdujalil Qarqosh so'zida Sharq Turkistonda faqat 5 million Uyg'urlar emas, balki yana 100 minglagan qozoqning yig'ib olish lagerlariga qamalganligini bildirdi va Qozog'istondagi zulmga uchragan qarindoshlarimizga jiddiy yordam berilishi kerakligini ta'kidladi. Rais Abdujalil apandi yana agar islom dunyosi Uyg'urlarga qilinayotgan Xitoy zulmini ayblagan bo'lsa, Xitoyning 57 davlatga qarshi turishga majbur bo'ladiganligini ta'kidladi. Büyük Birlik Partiyasi Sharq Turkistonliklar ittifoqi jamiyatini ziyorat qildi. Türkiye Büyük Birlik Partiyasi İstanbul Bağçılar Şöbesi İntizam Komitetining raisi, yozuvchi va tadqiqotchi Najmi Qaraqo'sh bilan Fesimi media mas'uli Xayrulloh Chalishir Küçükçekmece Sultanmurod mahallasiga joylashgan Sharq Turkistonliklar ittifoqini ziyorat qildi. Hay'at jamiyat raisi Obul Tavakkul va jamiyat a'zolari bilan ahamiyatli suhbat o'tkazdi. Suhbatda Türk dunyosi, jumladan Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkistondagi Uyg'urlar duch kelgan masalalar va hal qilish usullari muzokara qilindi. Xitoyning Sharq Turkistondagi zulmiga qarshi namoyish. Turkiyaning Kahramonmaraş shahrida ommaviy tashkilotlar viloyatlik hukumat binosi oldida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qaratgan bostirishlarga qarshi namoyish o'tkazdi. Namoyishlarga vakolatan bayonotni o'qib o'tgan Sutuq Bo'raxon vaqfa a'zosi Sayfulloh Qashqari Sharq Turkistonning yolg'iz va egisiz emasligini ta'kidladi. Faoliyatga qatnashgan Sharq Turkiston kengashining raisi Seyit Tumturk apandi bo'lsa, mustaqillik kurishining simvoli bo'lgan Kahramonmaraşning Sharq Turkistonlik qarindoshlarni unutmaganligini aytdi. Yana bir tarafdan Shalli Urfa ommaviy tashkilotlari tarafidan ummatning yetimi Sharq Turkistonda nima ishlar bo'layotidi nomli bir yig'in o'tkazdi. Faoliyatga Sharq Turkiston Maarif va hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdul Ahad Abdurahmon bilan birga nurg'ulg'an ommaviy tashkilotlar vakillari va turk xalqi qatnashdi. Xitoydagi virus 1700 kishiga yuqqan bo'lishi mumkin. Xitoyda o'ttirg'i chiqqan yangi virusning ta'siri haqida e'lon qilingan hukumat sonliq ma'lumotlarining to'g'ri emasligi ilgari surildi. BBC to'rining xabar qilishicha, Xitoy doiralari virusdan yuqumlanganlar sonini 50 deb e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin amaliy sonining 1700 ga yaqin bo'lishi mumkin ekan. O'tgan yili 12-oydan buyon Xitoyning Wuhan shahrida o'ttirg'i chiqqan noma'lum o'pka yollig'i virusi sababli 2 kishi o'ldi. Bu vaqtda tadqiqot olib borgan Londondagi Imperiya instituti yuqumli kasalliklar markazi Angliya hukumati va Dunyo sayyoh tashkilotini ogohlantirdi. Xitoy bilan Berma bir balvoq bir yo'l qurilishiga doir kelishimlar imzoladi. Xitoy taratqularning xabar qilishicha, Xitoy davlat raisi Xi Jinping Berma ziyoratida bu davlatning rahbari Aung San Suu Kyi bilan ko'rishgan. Bu 19 yildan buyon Xitoy davlat raisining tunji qitim Bermani ziyorat qilishi bo'lib, ikki davlat bir balvoq bir yo'l qurilishiga chetishlik, savdo, mablag' selish va hamkorlik haqida nurg'un kelishim imzolagan. Xitoyning Sharqiy Janubiy Osiyo orqali Hind okeaniga tutashtirish nishon qilingan Xitoy Berma iqtisodiy koridori qurilishi haqida kelishimlar imzolangan. Shuning bilan birga bir balvoq bir yo'l qurilishi doirasida Hind okeaniga ichiladigan Arakan o'lkasida bir cho'nqur dengiz porti va sanoat rayoni qurish plani muzokkara qilingan.